deydiganda yemga tayyor badani semiz polvon qo'zilar keyin narxida unaqa haligi gapsiz bo'lish mumkin emas darajada narx qo'yamiz. hech qayerda berib qo'ymaydi ekan bunaqa 48-49 mash qo'zilarni. Nech puldan qo'ysak qo'y sotiladi ekan, maqsad sotish. Meni qarang, bitta gapda. Hurmatli tomoshabinlar, Qo'chqor olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga bugun sizga yaxshi tanlov akalar. Yana har doimgidek Ma'murjon akamizga o'sha sort toza qo'zilardan kelgan akalar. Xudo xolasa o'tgan safargi video syomkamizda obunachilarimizga bergandik bir joyga. Xudo xolasa yana kelishtirib, undan ham yaxshilari kelgan akalar. Qo'zini bugunga zo'rlar akalar. Video boshidan aka bitta like qadab qo'yasiz, videoni oxirigacha ko'rib turing. Bugungi akalar yemini yeb turgan badani semiz qo'zilar, katta qo'zi qo'chqorlar chiqadi akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva bozor kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va Chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning seshanba kuni 17-fevral 2026-yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'idamiz akalar. Ya'ni Ma'murjon akamizning qo'ralari kelganmiz akalar. Bugungi video syomkamizda xudo xolasa akalar shu o'tgan safar chiqarib berganimizdek yemga tayyor badani semiz polvon qo'zilar kelgan, oyoq qo'li kasaklariga baho berib qo'yasiz akalar. Qo'zini xudo xolasa bugun liderlari kelgan yaxshi Ma'murjon akamizdan ma'lumotlarni beraylik akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab bizni poddeshka qilib turgan obunachilarimizda har birlariga nasib qilsin. Inshaalloh yaxshi niyat akalar bu yil bizni ashaddiy obunachilarimizga bugun buyuk qo'zilarda akalar zo'rini yetkazib beramiz. Ma'murjon akamizdan bo'lmasa to'liq ma'lumotlar beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Ahvolingiz yaxshimi aka? Obunachilar yaxshimisizlar? Hammalaring. Uka, xudo xolasa bugun ekspertiya video chiqaramiz. Narxini birinchi o'rinda yengil qo'yamiz. Narxida unaqa haligi gapsiz bo'lish mumkin emas darajada narx qo'yamiz. Aka, o'tgan safar qarang, men realni aytaman, 4.900.000 so'mdan yaxshi qo'zi qo'yib berdingiz. Sotildi aka. Sotildi. Bugun ham qo'yamiz uka. Bugun narxni ham yengil qo'yamiz, sotiladi. Bu safar yiroqroq. Yiroqroqlari. Mana aka. Bu safar mana ichida satan qo'zilar ko'p uka. Rangi, svetiga qo'zini polvonlik etib berasiz. Bitta qaytaring oldidan bitta tortaylik qo'ylardi. Hayda. Nechta soni buni Ma'murjon aka? Soni ravno 25 ta. 25 bosh. Necha oylik qo'zi mana shu qo'zilar? Qo'chqorlar endi 11 oylikqa beramiz-da, 12 oylik demaylar. Hech bo'lmasa 3 oy, 4 oyda chiqib uzatdi bular uka. 11 oylik atrofida chiqarib olasiz akalar. O ichida u вообще go'zallari bor uka. Lekin polvonligi yaxshi ekan qo'zilarda, xudo xolasa. Xudo xolasa ham yo'q, zo'r uka. Aka, ishtahasi zo'rmi qo'zini? Ishtahasi konkret, ishtahasida вопрос yo'q uka. Lekin garantiyasi berasiz, bir hafta garantiyasi bor u. Salomatligi boshqa zo'r. Hammasi akalar chehrasi ochiq qo'zilar, birinchi o'rinda o'ynab turibdi akalar. Buni 11 oylik atrofida bo'y basti ham aka realni o'lchaylik, mana qo'llarda metr turibdi. Ushla, hapki. Ushlachi. Libo bittasi ushlayver. Qo'lingga kirganini tort. Hem metr almashtirib olaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana uka. 80 atrofida. Yana bitta ushlanchi, juni kaltan ham ushlanchi. Juni kaltan ham ushla. Bu ham 80 chiqarsa kerak. Endi aslida Alisher bu sen qo'ydi metrlayapmiz u. Bu aslida material emas-da. 80 sm atrofida. Dangalni aytganda bu material emas, metrlay bergani 220 dan bitta xotincha ko'ylak chiqadi deydiganda, buni qo'ydi asosan enini olinadi uka. Polvonligi qurbonlikka eni 50 bo'lsa, qo'y yesa keyin to'ladi uka. Endi hurmatli tomoshabinlar, buni boqqandan keyin ertaga akalar vaznini o'stirib, go'sht foizini akalar o'stirib sotish maqsad. Buni akalar bo'yish narsa qilib bermaydi, lekin sizga ertaga toshtirasiga yaxshi kelib beradigan bo'lsa, mana shu qo'zilarni boqib maza qiling akalar. Mana garbonoslarga e'tibor bering akalar. Ko'pchilik ham kashtan qizil qo'y ekanda. Ko'pchilik aytishyapti, bo'y unaqami, bo'y bunaqami, akalar, qo'yga bo'y muhim emas, eni muhim. Qo'yida eni 50 bo'lsa, keyin sizlar aytgan natijaga erishasizlar. Ma'murjon aka, nima deymiz endi buning narxini? Buni narxini uka, agar hammasini bir joyga oladigan odam bo'lsa, kelishtirib beramiz. Shunchadan bir kelishib kelyapmiz, u birga bir mana yomonlar yerimiz yo'q, boshqasi yo'q. Qarang, Chorva bozor kanalimiz qarang. Bozorga ham chiqamiz aka. Misol uchun ertalab bozorga birro aylanamiz, to'g'risi gap. Kerak bo'lsa mana shu qo'zini aka bozorda bo'ladigan bo'lsa aka 6 million so'm, 5 million 8 kami bor deyiladi. Encha misol uchun qo'y bozorda-da. Endi mana bu internetga chiqqandan keyin aka yopishtirib narx aytamiz. Kelishtirib 5,5 dan qo'y, 5,5. Ya 5,5 demangda sal kelishtirib sotilishga qilamiz uka, hammasini bir joyga oladigan bo'lsa 5 million 300 mingdan beraman. 5 million 300 ming so'm. Optimgami shunda? 5 million 300 mingdan. Tallab oladimi? Tallab oladimi? 4-6 oladimi? 5 million 300 mingdan ketdi. Hop, buni Ma'murjon aka, boring 52 dan qo'yaylik. Martga mart nomard savdo yo'q. O'tgan safar 4 million 900 mingdan qo'yib berdingiz aka. Zo'r qo'ydingiz mana. O'sha 100 ming so'm
obunachilarimizga haligi Shu xayrini narsa qiziqtirdi, sotilib ketdi lekin. Sotilib ketdi. To'g'risi gapda. Bo'ldi, buni ham gapiring boshqatdan. 52 dan. Bo'pti, 52 Alisher, dan bunday qilamiz. Videoda cho'zib, Siz mana menga qarang. Ssenariy Bizlar qilmaylik, aka. 5 milliondan obunachilarimiz ozgina so'rab olishsin. Unda hisobi chimay qolibdi. Hisobi chiqadi aka. Bo'ldi, 5 milliondan. 5 milliondan 5 milliondan gap so'z yo'q. Mana akalar, 5 million so'mdan bir joyga bo'lsa, mana oling endi aka. Rosa xadovoy sredniy qo'zilar akalar. Buni hali 6-6,5 emas, to'g'risiga bu holatiga qarab bu ham o'zi aslini olganda. Lekin shu 6-6 ham qo'yilayotgan ham qo'zi ham o'ziga yarasha narxi, lekin mana bu narxi ham o'rtacha aka. Mana Qo'zi ham o'rta qo'zi mana. Polvon